Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun Farg'ona viloyati Beshboladamiz yana tayyor butkalar savdosida. Adashmasam bir hafta oldin post qo'ygandik. Butkani qilyapti. Mana bu videomizni ham, butkamizni ham video qilib o'tib ketgandik. Razdujnoy profildagi butkamiz. Xudo xohlasa hozir tayyor bo'ldi. Bu butkamiz juda ham ixcham, juda ham chiroyli tushgan. Aytishlaricha marujnaxonaga Samarqandga ketyapti. Xo'sh, agar adashmayotgan bo'lsam 6 ga 4 razmeri. Tashqi tomon, orqa tomoniga bitta eshik qo'yib berganmiz. 70 ga balandligi 2.16. Bu yerda hojatxona bo'ladi. Oldi razdujnoy 3.50 ga balandligi 1.34. Xuddi mana shu holatda bo'ladi. Ochinchi. Ochilishlari vash chotki bo'ladi. Yengil ishlaydi. O'ta yumshoq, o'ta yengil. Xo'p, 2 bakovoyda 1.20 ga 1.34 ikkita romimiz bor. Xo'sh, va 90 ga 2.16 eshigimiz. Aynalarimiz bunning hammasi oltili kalyonli Glaze Expo'dan bo'ladi. Xo'sh, rangi antrazit G306 alyumin aldox 1 da Alprof firmasidan ishlatilgan bu yerga. O'xshash summasi razdujnoy eshik va ikkita rom. Agar adashmayotgan bo'lsam 10.500.000 so'mga tushgan. Buni o'rnatilganiga ancha bo'lganda, tashqi fasadlari bitguncha aynagini solmay turgandik. Xudo xohlasa mana bugun olib kelib o'rnatib, chotki qilib topshirib berib ketyapmiz. Sizlarga bitta narsa ko'rsataman, buni akfachilar tushunadi. Xo'sh, sizlarga savol. Mashhur ruchka nimaniki? Buni endi hamma biladi. Alyumin shpingalet ishlashi. Biz razdujnoyda o'zimiz ruchkalarni emas, shunga o'xshagan narsalarni moslab berganmiz. Ishlashlari chotki bo'ladi. Ham qulay, ham video tomonidan ancha chiroyliroq chiqadi. Narxi ham ancha yengil chiqadi. Ustagalar charchamaydi. Xudo xohlasa. Bizda yolg'oni bo'lmaydi. Bizda aldov bo'lishi mumkin. Shun bilan bugungi montajimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xohlasa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Sizlar bilan Qubbek bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.